insonlarni qilayotgan ishlari maqsadlariga teskari bo'lib qolgan. Ya'ni insonni qilayotgan ishlari maqsadlariga hech qanaqa aloqasi yo'q. Masalan, maqsadim bilimli bo'lish, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lish deb maqsad qilish mumkin, lekin unga qarata harakat qilmaydi. Ya'ni maqsad va maqsadga olib boradigan yo'l aniq bo'lmas ekan, siz noaniq hayotda yashashni boshlaysiz. Siz hayotingizdan zerikishni boshlaysiz. Zerikarli hayot bo'lib qoladi. Chunki maqsad va yo'l aniq bo'lishi shart. Maqsadga olib boradigan yo'l ayni maqsadning o'zi deb qabul qilinishi kerak va maqsad qo'yildimi, bu maqsadga qanaqa qilib boriladi degan narsani ham aniq qilinadi. Bo'lmasam maqsadlar boshqa va harakatlar boshqa bo'lib, xuddi hozirgi kunga o'xshab insonlarda muammo ko'payib ketadi. Inson hayotidan zerikib qoladi. Inson hayotini tartib bilan olmay qoladi. Shuning uchun ham maqsad va unga olib boradigan yo'l tiniq bo'lish kerak. Misol uchun Andijon. Maqsad Andijon bo'lsa, unga olib boradigan yo'l ham aniq. O'ylab ko'ring, siz Andijonni maqsad qilganman do'sti, Samarqandga qarab yurib ketyapsiz. Kulgili-a bu. Shuning uchun insonlarning maqsadi boshqa-yu, qilayotgan ishlari boshqa bo'lsa, yo u inson ahmoq inson, yo u inson yolg'onchi inson. Chunki maqsadim yaxshi inson bo'lish, pokiza inson bo'lish desa-yu, hayot ifloslikdan iborat bo'lsa, uni gap yolg'on. Maqsadim yaxshi inson bo'lib o'tish hayotdan desa-yu, lekin hayoti iflos bo'lsa, uni gap yolg'on yoki u ahmoq odam. Maqsad va unga olib boradigan yo'l aniq bo'lish kerak. Chunki maqsadga olib boradigan yo'l maqsadning ayni o'zi. Aks holda odam zerikarli, noaniq, mubham hayotda yashab o'tib ketadi.